Sizda Amerikan YouTube kanali bormi? To'g'ri ochilganmi? To'g'ri ochilgan bo'lsa daromad olib kelyaptimi? Agar javob Oddiygina mana shu telefon orqali $10,000 dan ko'p daromad bor. Siz ham qo'lingizda Assalomu alaykum. YouTube'dan mana shu blogerlar aytgandek tez va juda ko'p millionlab pul topish mumkinmi? Bo'lishi mumkin, lekin bunchalik emas. Agarda shunaqa bo'lganda edi, mana shu blogerlarni o'zi kurs ochib pulga sotadigan holatga tushib qolmasdi. Kurs ochib ham o'tirmasdi, chunki hech kimga konkurent kerak emas. Pul topish mumkin, topishyapti, ko'ryapmiz, lekin bu uchun kurs sotib olishda hech ham keragi yo'q. Chunki kurs sizga hech nima qilib bermaydi. Shunchaki kanalni oching, videoingizni yuklab boring. Odamlarga videoingiz yo'qsa o'zlari podpisatsiya bosadi, 1000 ta podpiskani to'plasangiz, 4000 soat to'plasangiz, o'zi monetizatsiyaga ulanib, pul ishlashni boshlayverasiz. Boshqa narsaga keragi yo'q. Faqatgina siz to'g'ri video qilishni biling, yaxshi odamlarga kerakli, odamlar qiziqadigan, hay podpisatsiya bosib qo'yay, obuna bo'lib qo'yay, boshqa yana yaxshiroq video chiqarib qolsa ko'raman deydigan videolar chiqaring bo'ldi. Pulingizni ketkazib, o'zingizni ahmoq qilib kurs sotib olib o'tirmang. Kurslari ham qimmat-qimmat. Eng arzoni $60 dan boshlanadi. Keragi yo'q. Bu xatoni umuman qilmang. Shu kungacha Instagramda 16 ta videoyim million prosmotrdan oshibdi. Hammasini qo'shib chiqdim, 41 million prosmotr bo'ldi. Bilasizlarmi, shuncha prosmotrlar orqasidan qancha ko'p pul topdim? Bir tiyin ham topganim yo'q.